Ehrom o'rashning eng oson usulini o'rganib oling. O'rayotganda buni maqsadi nima desa, barcha zebu ziynatlarimizdan voz kechdik-ku, avratimiz ochilib qolmasin deb bu avratni yopishlik uchun berilgan narsa. Buni dunyoviy maqsadi shu. Avratni yopishlik uchun. O'sha avratni yopamiz, pasini olamiz. Oddiy sochiq o'ragandek o'rab qo'ysam bo'laveradimi? Bo'laveram? Nimaga bo'lmaydi? Maqsad avrat yopilyapti-yu. Illom shu holatda o'ralish kerak. Bu holatda o'ralmasa ehrom o'ralgan bo'lmaydi degan narsa yo'q. Avrat yopildi. Avrat yopildi. Bo'ldi. Yurishga qulay-mulayligi uni boshqa masala ko'ramiz. Shunday o'rab olib, menga shu ham qulay deganlar bor-da. Zotan tavofda siz eng katta qadam shu bosasiz. U yerda o soldatskiy shart yo'q. Tushundingizmi? Ba'zilar yurishga deydi-yu, o'sha narsa. Bu o'rash ham o'zi kimgadir qulay kelishi mumkin. Misol badani katta, jussasi katta bo'lganlar shu holatda o'raydi, shu ma'qul bo'ladi. Shu holatda o'rasangiz ham bo'ldi, yopildi. Chachiqda o'raganda o'rab pastdan shimalab qo'yasiz.